Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari. Ishingiz, kuningiz fayzli, barakali bo'lsin. Ertalabdan biz ishni boshlab olganmiz. Ko'rib turganingizdek, ishimiz avjida. Bugun Coldga, MCMga xohlovchilar uchun metan, xohlovchilar uchun propan qo'yib beryapmiz. Aslida ikkalasi ham bemalol bo'ladi. MCMga xohlovchilarga ham metan, ham propanni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda bu tarafda yangi kelgan salonda kelgan Cold mashinamiz Salafan pachka MCM mashinamizga metan ustolovka qilib beryapmiz. Hamma narsa original zapchastlar bilan metan. X original Adax firmaniki originalni qo'yib berdik. Buning uchun maxsus Pagmenshlang va italyanskiy Royal firmalar bilan boshqaruv blok, ya'ni viyamiz Basiko 24 ga to'g'ri, imенно Yevropa gazga tegishli. Ko'rishingiz mumkin, biz joyimizda ham Yevropa gaz sifatli metan ustolovka. Bu tarafda Cold, u ham MCM mashinamizga esa akkuratni qilib propan ustolovka qilib beryapmiz. Hamma narsa original zapchastlar bilan. Italyanskiy AC09 Nordic reduktorlarimiz, italyanskiy Royal farsukamiz va miyamiz Avansi 32 tur. Xohlovchilar uchun Basiko 24 tur. Ikkalasi ham Porsche'niki originali talablarga binoan sifatli qilib qo'yib beryapmiz. Original zapchastlar bilan. Hech qanday maxsus Pagmenshlang va original xomutlar bilan qo'yib beryapmiz, akkuratni qilib, sifatli qilib. Yangi Cobalt Salafan pachka. Bu tarafda Tracker 2 mashinamiz Samarqandga kelgan. Propan ustolovka qilinyapti. Miyamiz Avansi 32 tur. Ham originali. Ko'rib turganingizdek eng tozasi. Reduktorimiz AC09 Nordic Tamesetti firmaniki, bu ham original tozasi. Royal farsukamiz, bu ham italyaniki original turbina motorga 4-paklangan propan original zapchastlarni qo'yib beryapmiz. Bu tarafda Novoyadagi akamizga esa metan ustolovka qildik. Bu ham MCM bo'ladi. MCM mashinalarga metan qo'ysa bo'ladi. Biz albatta har kuni deyarli kuniga 2-3 ta mashina MCMga metan xohlovchilar uchun propan ustolovka qilib beryapmiz. Ko'rib turganingizdek, italyanskiy Royal farsukamiz originali, tozasi, Pagmenshlang hechmas uchun akkuratni zajimlarni opsiyon qilib berganmiz. Reduktorimiz X reduktor originali, bu ham eng tozasi, sifatlisi qo'yilyapti. Euro zaprashlar bilan. Miyamiz esa o'sha mashhur Yevropaga tegishli Basiko 24 ga to'g'ri miyalardan sifatli ustolovka beryapmiz. MCMga metan qo'yapmiz. Metan qo'ysa bo'ladi deb to'g'risi akajonlar, to'g'rilar, mana sizga video. Bizga keling, sifatli qilib chiqarib qo'yib beramiz. Bizda har doim sifat birinchi o'rinda. Mana kompyuter xizmatlari ham bor. To'g'ri, buni programmasi yo'q, lekin biz kalibrovka, kompyuter ishlarini rasmlarni hammasini to'g'rilab chiroyli qilib beramiz. Albatta sifat bizda birinchi o'rinda. Bu tarafda Shinnaray mashinamizga 2 ta 65 talik Shinnaray T32 mashinamizga 2 ta 65 talik endi ustolovka qilamiz. Hali ustolovka endi boshlaymiz. Yangi pachka Salafan. Bizga xohlagan turdagi mashina kelavering, sifatli qilib chiroyli qilib beramiz. Bu tarafda Damas mashinamiz, Damas yangi pachka. Salafan Damas'imizda metan ustolovka qilinyapti. Shu fakturasida turibdi. Metan ustolovka qilinyapti. 65 ta chiroyli qilib sifatli qilib metan. Xohlovchilar uchun metan, xohlovchilar uchun propan ustolovka qilib beramiz. Yevropa gaz har doim sifat bo'yicha birinchi o'rinda. Обязательно sifatli qilib, chiroyli qilib, original zapchastlarni qo'yib beramiz. Tanlovda adashmang, biz Yevropaga kelaverasizlar. Sifatli qilib beramiz. Bizga bemalol aloqa qilishingiz, quyidagi nomerlarga aloqa qilishingiz mumkin. Yevropa gaz har doim bir qadam oldinda. Sifat bizda birinchi o'rinda. Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari. Kuningiz fayzi barakali bo'lsin. Boshlagan kuningiz qanaqa ertalabda ishimiz avjida. Bugun yonyapti borku, sifatli metan ustolovka Yevro gazda mashin juda ham tiqilinch, har xil viloyatdan, 12 ta viloyatdan kelgan. Sizlarga qisqacha bemalol bitta tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasin. Birinchi o'rinda mana vodiydan kelgan akamizga, Cold mashinasiga propan ustolovka qo'yib berganmiz.
Miyamiz o'sha mashhur Yevropaga tegishli Basika 24 ga 4 o'zini boshqa bloki. Returns Turkiyaniki originali. Mana Atker Turkiyaniki hech chiqmasin maxsus fragment shlanglar va original xomutlargacha original qilib zajimlar bilan chiroyli qilib olib borganmiz. Bu mashinamizga Farsunkamiz Royal firmaniki, Italiyaniki original zapchastlar bilan chiroyli qilib sifatlar qo'yib beryapmiz. Akamiz vodiydan kelgan. Mana biz 12 ta viloyatdan keladi. Sifatli metal usulini qo'ysangiz har xohlagan turdagi, xohlagan joydan keladi. Albatta bizga navbatdagi Cobalt mashinamiz Toshkent shahrida kelgan 4-pakelni metal uстановка qilinyapti. Birinchi o'rinda miyamiz Alex Polsha brendiga tegishli original miyalarni qo'yib beryapmiz. Farsunkamiz X original, reditorimiz ham X original. Xitoydagi, lekin originali bo'ladi. Shu eng yaxshi zapchastlar bilan qo'yib beryapmiz. Sifatli qilib 90 tal balonlar bilan. Bu tarafda Cobalt mashinamiz ham propan uстановка qilib beryapmiz. Miyamiz Basika 24 ga 4 Yevropaga tegishli Polshaniki originali. Atker Turkiyan reditori ham originali. Hech chiqmasin maxsus fragment shlanglar va original xomutlar ishlatilyapti. Mana e'tibor beringiz mumkin. Har bittasiga Farsunkamiz Valtek Italiyaniki originali. Buni podelkasi yo'q, hammasi original qo'yilyapti. Bu tarafda ham yana Cobalt mashinamiz uстановка jarayonida ko'rib turganingizdek ishimiz davomida ketyapti. Basika 24 ga 4 Atker Turkiya reditori Valtek Italiyani farsunkalari bilan sifatli qilib uстановка qilinyapti. Hozir 1 minut bu taraf. Alo. Mana orqasiga 65 ta silindr. Bunga 90 talik ketyapti Toshkentdan, hozir kelyapti. Valtek Italiyaniki yangi chiqqan salon chiqqan Damas mashinamiz. Endi metan uстановка qilinadi. 65 ta hali endi chiqarib qo'yamiz. Bu tarafda Labo mashinamiz. Labo mashinamiz 65 talik qo'yib beriladi. Kuzov teshmagan holda. Zapaska tushadigan variant. Guruchlar bakni oldiga so'ygan bak joyiga qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bunga propan 65 talik Cobalt mashinamiz. Labo ham yangi salafan pachka. Bunga metan turtib, metan yechib qo'yib, propan almashtiriladi. Shunaqa xizmatlar ham bor, zamin xizmatlar. Metan yechib qo'yib, propan yechib qo'yib, metan qo'yib beramiz. 90 talik yangi. Bu tarafda Qashqadaryodan kelgan akamizga 90 talik metan uстановка qilinyapti. Bu tarafda Matiz mashinamiz 65 ta Vikor balonlar bilan. Burada 3-pakelni uстановка qilinyapti. Ko'rib turganingizdek ishimiz davomli, ishimiz avjida. Hammasi full zapchastlar bilan uстановка qilinyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bu XL ga kompyuter ishlari olib borilyapti. Bizda shunaqa xizmatlar bor, kompyuter ishlari xizmatlarini buyruqlar ko'rib bera olamiz. Bu yerda Malibu 1 mashinamiz Buxorodan kelgan. Metan uстановка qilindi. 4-pakelni original zapchastlarni qo'yib berdik. Miyamiz X Adax originali. Royal Farsunkamiz. Ko'rib turganingizdek boshqa brok miyamiz esa Stag 200 Gofas mana Polshaniki originali. Zaplashlar orqa qismga endi qo'yilgan. Bu tarafda yangi Labo mashinamiz turibdi bizda. Labo mashinamizga 65 talik dolasa oluvchilar metan, oluvchilar propan uстановка beramiz. İşimiz avjida, Yevropa gazda har doim ishimiz avjida. Bizda sifatli metan uстановка har doim bir qadam oldinda. Sifat bizda har doim birinchi o'rinda.
agrar o'tkazlarni sifatida qilib beramiz. Kelaverasizlar Yevropa gazga sifatli qilib chiroyli qo'yib beramiz. Manzilimiz keladigan bo'lsak, Toshkentda kelishcha shunday uzgazuvlar burilganingizda birinchi mumkin emas razvod, mumkin razvod qayrilganingizda shu 10 taraf kanal bo'yida Yevropa gaz deb yozib qo'yilgan. Agar Jizzaxdan kelishda eski betonka Sardoban yo'li shunday kelgansiz kanal bo'yida 10 tarafda Yevropa gazi bitta katta qilib yozib qo'ygan. Shunga e'tibor berasizlar. Sifatli qilib so'roq qilib beramiz. Har doim bizda sifat har doim birinchi o'rinda. Yevro gaz har doim bir qadam oldinda.